zindonda dushmanimiz Olmos qirolligi askarlari ham paydo bo'libdi. Oxirgi paytlar bu Olmos qirolligi haddidan oshib bizni yerlarga ko'z olaytirib qo'ygan. Agar o'sha qadimiy daraxtli sehrli qurollar ularning qo'liga tushsa bormi, tamom urush boshlandi. Ularning boshlig'i esa Do'zax Lotus laqabli Lotus degan amaki ekan. Sehrgarlar qiroli uni taniydi. Juda kuchli va ayyor tulki deb baho beradi. Yordamchisi Marks vahimada hozir hazillashadigan vaqt emas deb turibdi. Lekin qirolimiz xotirjam, xavotir olma, u yerga yami qiziq bir bolani yuborgan deb kulib qo'ydi. Gap kim haqida ketayotganini bildingizmi? Albatta Luke haqida. U allaqachon dushmanlarni paq-poq qilib yo'q qilib tashlagan. Lotus bechora esa boshini ushlab qoldi. Hamma askarlarimni bir zumda yanchib tashladi-ku, kim o'zi bu maxluq deb o'ylanib qoldi. Luke esa juda xursand, ko'zlari yonib turgan. "O, sen kuchli ko'rinasan, kel o'ynaymiz" deb turibdi. Lotus qarasa, bu bola oddiy bola emas. Butun tanasi chaqmoq bilan qoplangan, zarbalari esa xuddi bolg'adek og'ir. Luke esa jangni boshlashga shoshilyapti, lekin Lotus juda tajribalida. 36 ta usuldan eng zo'ri qochish deb sekingina juftakda rostlamoqchi. U tutun chiqarib Luke'ni hujumidan chap berib qochdi. Lotus tushundi, bu yonchi qirolligi bolalari bizdan qattiq xafa ko'rinadi, jahli bilan urushyapti. Lotus amaki dardini dasturxon qilishni boshladi. Bizda resurs tugagan, bolalarim och, majbur biz bosqinchilikka deb noliydi. Uyda 3 ta qizi bor ekan, bechora ota. Lekin Luke'ni parvoyiga ham kelmayapti. Unga razna-raz chiqadigan raqib bo'lsa bas. Lotus esa tinchgina yashasam bo'lmasmidi, qayerdan bu jinniga uchradim deb xorsinib qo'ydi. Ayni paytda Asta va Noeli g'alati joyga tushib qolishdi. U yerda gravitatsiya o'ynab yotibdi. Asta qushchadan yo'l to'g'rimi deb so'rasa, qushcha esa jim. Birdan Asta yugurayotgan sandiqni ko'rib qoldi. Ana xazina ushladi, boy bo'lib ketish ilinjida quvlab ketdi. Sotdi bu bola. U esa sandiqni ochsa, voy-vo, ichi to'la irkit ichak-chavoqlar. Noeli buni ko'rib bu deb ko'ngli aynib ketdi. Narigi tomonda esa Luke tinmay hujum qilyapti, lekin Lotus xuddi ilon baliqdek sirg'anib qochib yuribdi. Lotus jang qilayotib, birdan kapitan Yamini eslab qoldi. "Ha, bu bola xuddi o'sha yovvoyi Yamiga o'xshaydi" deydi. O'shanda Yami Lotusga shunaqa esdalik katta chandi qoldirgan ekan. Lotus qo'rqqanidan dumini qisib qochgan ekan. Yamining uslubi shunaqa dahshatli ediki, Lotus bu yoshlar bilan hazillashib bo'lmaydi, ayniqsa Yami bilan deb tan olgandi. Luke endi yana hujum qilaman deganda birdan tormozi bosilib qoldi. Boshi aylanib, oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Tezligi ham bir sekinlashib qolgandi. Ma'lum bo'lishicha, bu ayyor Lotus xonani ko'rinmas tutun bilan to'ldirib tashlagan ekan. Luke sezmay qolibdi. Lotus esa kulib, "Bu mening maxsus tutunim. U sekin asta seni umuman urusholmaydigan qilib qo'yadi" deb aytdi. Luke esa askarlar bilan ovora bo'lib yurganda, Lotus allaqachon tuzoqni qo'yib bo'lgan ekan. Endi u Luke'ga hayotiy dars beryapti. "Ko'rdingmi bolaka, yakka o'zi jang qilish ahmoqgarchilik, jamoa bo'lish kerak" deb tushuntiryapti. Narigi tarafda Olmos qirolligining yana bir kalimi shu xazina xonasiga suqilib kelyapti. Yunolar Mimozaning xaritasi orqali manzilga yetib kelishdi, lekin gurs etgan ovoz keldi. Mimoza orqasidan zarba yedi. Bechora qizning himoya plashi ham yordam bermadi. Kristallar uni teshib o'tdi. Bu tuzoq emas, bu peshonasiga Swarovski toshlarni yopishtirib olgan anavi yigitning ishi. Ayni paytda Lotus amaki "Bo'ldi, bu bola tamom bo'ldi, men ketdim" deb o'ylagandi, lekin Luke onasining faqat g'alaba degan so'zlarini eslab o'rnidan turdi va "Xo'y amaki, qayerga ketyapsiz? O'yin endi boshlandi-ku" deb murojaat qildi. Lukening ko'zlari yonib ketdi. "Vau, anchadan beri bunday mazza qilib urushmagandim" deb yubordi. Uni tezligi Formula 1 bolididek yana oshib ketdi. Chaqmoqlar esa battar kuchaydi. Lotus esa shu yosh jonivorni o'ldirgim kelmayapti-da" deb ikkilanib turibdi. Shu payt Lukening kallasida flashback boshlandi. Onasi bechora Luke'ni doim jinnidek irshayib yurishini tushunmasdi. Undan nafratlanardi. Luke hech qachon yig'lamasdi ham. Lekin bir kuni maktabda bitta aslzoda bolani do'pposlab qo'ydi. Oddiy bola aslzodani yengani maktabda bomba yangilik bo'ldi. Onasi buni eshitib birdan o'zgarib qoldi. "O'g'lim, sen aslzodani yengdingmi? Malades" deb uni quchoqladi. Onasi unga faqat yutish kerak va bu dunyoda senga hech kim yordam bermaydi. Faqat o'zingning kuchingga ishon deb miyasini zaharlagan. O'sha kundan boshlab Luke onasini xursand qilish uchun faqat g'alaba qozonishini o'ziga maqsad qilib olgan. Mana shu narsa uni jang maniyasiga aylantirdi va hozir Lotus buni sezib turibdi. Lukening har bir zarbasi endi o'limga teng, aniq va tez. Amakining ishi juda chatoq. Lekin Lotus amaki ham anoylardan emas. Bu jangda yutqazish niyati yo'q. U o'zining eng kuchli tutunli xoch qamog'ini ishga solib, Luke'ni shartda bog'lab harakatini to'xtatdi. Aslida bu usulni u ishlatgisi yo'q edi, chunki benzin juda ko'p
uzr, mana ko'p ketardi-da. Keyin u sherigi anavi tosh yigitga qarasa, u o'z boshimchalik qilib o'z bilganidan qolmayapti. Bu yoshlar gapga kirmaydi-da deb nolib qo'ydi. Mimoz esa darrov o'zini regeneratsiya qilish uchun tushdi va o'simlikdan shifo qafas yasab ichiga kirib oldi. Klaus esa sen faqat o'zingni o'ylab qolganini bizga qo'yib ber va chalg'ima deb haqiqiy erkakni gapini gapirdi. Dushman esa olmos qirolligining eng xavfli sehrgarlaridan biri bo'lib chiqdi. Klausni esa jahli chiqib ketdi. Hoynomard erkak kishi ham qiz bolani orqasidan hujum qiladimi, uyat edi, baqirdi. Lekin anavi kristal yigitga bu gaplar pashsha chaqqandek ham bo'lmadi. Bu biznikilarni shunchaki yo'ldagi tosh deb bilardi. U yana Mimozaga o'tkir kristallik tosh otganda Klaus temirli devorni qo'yib himoya qildi. Yuna menga yordam ber, bu yaramasga oltin tongning kuchini ko'rsatib qo'yamiz deb buyruq berdi. Asta va Noel esa xazinaga yaqinlashyapti va Noel havoda dahshatli bosimni sezdi. Asta esa bu yerda havo emas, faqat sehr borga o'xshaydi dedi. Noel esa xavotir bilan Luk kim bilandir jiddiy urushyapti shekilli deb aytdi. Asta esa darrov yur yordam beramiz, uni tashlab ketmaymiz deb otildi, lekin Noel uni to'xtatdi. Luk o'zi eplaydi, bizni ishimiz xazina, agar kechirsak missiya barbod bo'ladi deb tushuntirdi. Asta esa ikkilanib qoldi, chunki Yunoga yutqazishni xohlamasdi-da. Luk esa xuddi zombidek yutishim kerak, faqat g'alaba debdimi pichirlab yotibdi. Bechora bolaning ichida nimalar bo'layotganini o'zi ham bilmaydi. Ruhiy holati chatoq. Narigi tomonda esa o'sha olmoslik Terminator Klaus va Yunoga qarshi bir o'zi jang qilyapti. Bu kuchni qarang. Qaranglar, bu yaramas dushman kitobsiz ham shunaqa kuchli urushyapti. Xuddi tankdek bostirib kelyapti. Klaus vaziyat chatoqligini sezib Yunoga baqirdi. Sen ketaver, xazinani ol, men buni ushlab turaman deb murojaat qildi. Garchi Klaus aslzoda bo'lib turib, oddiy qishloqiga suyanishni xohlamasa ham, vatan himoyasi va missiya birinchi o'rinda. Yuno esa ketaman deganda dushman fursatdan foydalanib Klausning oyog'ini shartta kishanlab qo'ydi. Tamom, u qo'lga tushdi. Narigi tomonda Lotus amaki Lukni o'ydim-kuydim qilmoqchi bo'lib turganda Asta qahramondek paydo bo'lib tutunda video etib kesib tashladi. Yuno ham vijdonga quloq solib orqaga qaytdi. To'g'rida qon qarindosh bo'lmasa ham jamoa bu oila degani, do'stni tashlab ketish nomardning ishi. Klaus esa ko'z oynagini to'g'irlab, nega qaytding ahmoq deb hayron bo'lib qoldi. Yuno esa jiddiy gapirdi. Bu yaramasni birga yengamiz va xazinaga ham birga kiramiz. Hech kim qolib ketmaydi deb turib oldi. Bu haqiqiy lider. Asta va Noel yetib kelgach, Lotus amakining rejasi buzilib ketdi va uni bosh qotib qoldi. Lukning o'tmishi esa juda g'alati va qo'rqinchli. Onasi o'lganda ham u jilmayib turgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar shokda bo'lgan. Hozir ham u onasini ruhi uchun Lotus amakini yakkama-yakka yengmoqchi. Asta esa yordam beraman desa, Luk aralashma, o'zim hal qilaman. Bu mening jangim. Sehrim yetadi deb qayzarlik qilyapti. Luk o'yladi, agar men yutmasam, oyim meni kechirmaydi va meni tan olmaydi deb o'ylab qoldi. Asta esa mayli, o'zing bilasan degandek chetda turib oldi. Lotus esa ayyor tulkida yana qochib, Luk chalg'iganida paq etib zarba berdi, lekin Asta qarab turarmidi? U sakrab kelib zarbani qaytardi. Sen o'zing bilganingni qilsang, men ham o'zim bilganimni qilaman, birodar, dedi Asta. Garchi tutun Astani holsizlantirsa ham, u do'sti uchun jonini berishga tayyor. Buni ko'rgan Lukning yuragi jiz etib ketdi. U tushundi, demak men yolg'iz emasman. Asta meni do'st deb biladi. Qora buqalar meni haqiqiy oilam ekan-ku. Nihoyat miyasi bu bolani joyiga tushdi. Mana endi Lukning kallasida lampochka yondi. Men yolg'iz emasman-ku, jamoa bo'lib urushish ancha mazaliroq ekan. Lotus amaki buni ko'rib, obbo, bularda do'stlik kuchi degan bonus berildi deb o'ylab qoldi. U esa darrov qora tutun bilan hamma yoqni o'rab oldi, lekin Asta baribir o'ziga ishonyapti. Qora buqa hech qachon yutqazmaydi, xohlagan joyda urushamiz deb baqirdi. Narigi tomonda esa Yuno ham bor kuchini ishga soldi. Shamol sehri deb katta qush va shamol qilichlarini birlashtirib yubordi. Dahshatli manzara. Yuno xazinaga oltin tong birinchi kiradi. Damingni ol deb katta ketdi va qushni hujumga tashladi. Asta esa tutunni kesib tashlayman deb terlab ketdi. Noel va Luk ham yordam beryapti, lekin uning foydasi yo'q. Tutun esa xuddi yopishqoq balodek ketmayapti. Buning ustiga bu tutun odamni xossizlantiradi. Sekin asta batareyka o'tiryapti. Luk Lotusning qayerdaligini sezsa ham, amaki tutun ichida xuddi baliqdek suzib yuribdi. Uni esa umuman tutib bo'lmayapti. Lotusning sezgisi ham kuchayib ketgan ayyor tulki. Yagona yo'l esa kutilmaganda zarba berish va bu jimboqni kaliti bizning sehrsiz Asta. Lotus tutunni ichida ko'rmasa ham sehrni xuddi qorong'udagi mayoqdek sezadi. Luk buni tushunib uzoqdan paq etib chaqmoq sehrlarni otishni boshladi. Lotus esa kulib, ey bolakay, energiyani vol qilma, baribir tekiz olmaysan deb qochib yurgan edi. Birdan Asta paydo bo'lib qilichi bilan Lotusni devorga mixlab qo'ydi. Luk ataylab chaqmoq bilan uni Astani oldiga haydab borgan ekan. Strategiyani qarang, qoyil. Noel esa diqqatni jamlab suv to'pi bilan Astani xuddi zambarakni o'qidek otib yubordi. Asta esa video etib borib Lotusni kutilmaganda gurs etib urdi. Zo'r reja, lekin narigi tomonda esa Yuno qiynalyapti.
Klaus esa shokda, nahotki Yunoning kuchi sehrli anavi kristal qilichga bas kela olmasa deb ko'zi ishonmayapti. Lotus amaki esa yerda yotibdi. Voy dod, men qari cholni nega urasizlar, uyat emasmi, qo'lim sindi, qovurg'am maydalandi deb baqirib yotibdi. Va oxiri tushunib yetdi. Bo'ldi, men pas bu bolalar bilan o'ynashib bo'lmas ekan, pensiyaga chiqish vaqti keldi shekilli. Lotus esa tan oldi, yonchi qirolligini bolalari dahshat ekan, ayniqsa anavi sehrsiz asti. Umrida bunaqa anomaliyani ko'rmagan ekan. Ichida esa asir tushgandan ko'ra o'lganim yaxshi va martlarcha ketaman deb o'yladi-yu, lekin amalda tezroq qochish kerak deb turgan ekan va tutundan o'ziga Ferrari yasab oldi. Lekin unda tezroq qochib ketish rejasi tayyor. Luke esa qayerga qochasan, hali o'yin tugamadi deb quvlab ketdi. Lotus esa ayyor tulkida hamma sheriklarini o'sha tutun aravasiga ortib, sekingina xayr bolalar deb qochib ketdi. Luke esa ushladim deb o'ylagandi, lekin Lotus unga tutunni hidlatib changida qoldirib ketdi. Amaki qora buqalardan qutulib qoldi. Qoyil. Mayli, asosiy maqsad xazina, chalg'imaymiz, lekin shu payt Lukening radari yana ishlab ketdi. Bu dahshatli Lotusdan ham 5 bartar kuchni sezib qoldi. Bu nima balo? Lotus xazinadan voz kechib uyga ketyapti. Bu yog'ini Marsga topshiraman. U bizning maxfiy qurolimiz. O'zi hammasini yakson qiladi deb xotirjam ketdi. Mars esa kelmoqda. Tayyor turing.